Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarga amerikalik yozuvchi, investor va moliyaviy masalalar bo'yicha mashhur mutaxassis Robert Kiyosakining dunyoga mashhur asari Boy ota, kambag'al ota kitobi haqida gapirib bermoqchiman. Bu oddiygina moliyaviy maslahatlar to'plami emas. Bu kitob hayotingizga boshqa ko'z bilan qarashga undaydigan, pulni boshqarish, boylar qanday fikrlashi, aktiv va passiv o'rtasidagi farqni tushuntiradigan juda kuchli kitob. Kiyosaki o'z hayotida ikki ota, boy va kambag'al otadan olgan saboqlarni solishtirib beradi. Biri ishla va pul top desa, ikkinchisi pul senga ishlasin deydi. Fikrlar oddiy, lekin juda kuchli. Agar o'z hayotingda o'zgarish qilmoqchi bo'lsang, bu kitobni o'qib ko'r. Shunchaki o'qib qo'ymasdan amal qilsa bo'ldi, foydasi katta. O'zingni boy fikrlashga ko'niktir. Unutma, boylik miyadan boshlanadi. O'qiganlaringni hayotga tatbiq et, haqiqiy boylik shu yerdan boshlanadi.